بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم حرمة القرنداشlar عائلم جنتم Allah subhanahu wa ta'ala bizga bergan ne'matlarning qatoridagi eng cho'ng ne'mat bo'lsa, mush xotirjam baxtlik bir oilaga erishish. Muhabbatga to'lgan, tinch, xotirjamlikka to'lgan bir oila qurish har bir insonning asosli orzularidan biri. Rasulullohning bir hadisida shunday deyilgan: mushu dünya bo'lsa, mal dünya bo'lsa, mushu biz yashayotgan dunyodagi eng katta zo'r ne'mat, boylik bo'lsa, yaxshi ayol degan. Hamda biz mushu yaxshi ayol bilan baxtlik, o'shal xoramga to'lgan oilani qanday quramiz degan vaqtida biz davomli ta'kidlab kelyapmiz, Rasulullohga ergishaylik dedik. Rasululloh qilganni qilaylik, tark etganni tark etaylik. Rasululloh yaxshi ko'rganni yaxshi ko'raylik, Rasululloh yomon ko'rganni yomon ko'raylik. Mushunda qilgan chaqda baxtlik oila qura olamiz dedik. Endi bu baxtlik oila qurish uchun shu oila a'zolari o'zining ustiga yuklangan mas'uliyatni to'liq ado qilish kerak dedik. Oilada bunda 3 xil mas'uliyat bo'ldi dedik. Birinchisi er ayol o'rtasidagi o'rtaq mas'uliyat. Bu oila baxtlik oila qurishning tub asosi. Chunki bu oila er ayolning o'rtaqligi bilan baxtli bo'ldi. Endi ikkinchisi mushu er ayolninki fiziologik, biologik o'xshamaslik jihatdan, psixik jihatdan o'xshamaslik jihatdan ba'zi mas'uliyat erning ustiga otildi, ba'zi mas'uliyat ayolning ustiga otildi. Er qani ayol qilmaydi, ayol qani er qilmaydi deb. Shundan bu yerda erning mas'uliyati ayolning mas'uliyatidan iborat va er ayol o'rtasidagi o'rtaq mas'uliyatdan iborat 3 xil asosi, baxtli oilaning 3 xil asosi prinsipi muayyanlashdi. Endi bugun inshaalloh biz darsimizda mush ayollarningki mas'uliyat haqida so'z to'xtalamiz. Oysha onamiz Rasulullohdan so'radi: "Ey Allohning payg'ambari, ayolning ustida eng katta haqqi va odam, eng cho'ng haqqi va odam kim u?" debdi. "Eri" dedi. "Unda bo'lsa, erning ustida eng cho'ng haqqi va odam kim u?" debdi. "Onisi" dedi. Biz bu hadis sharifdan shuni ko'rib olamizki, agar ayollar Alloh subhanahu va taologa yaxshi banda bo'lmoqchi bo'lsa, yaxshi bir solih ayol bo'lmoqchi bo'lsa, erining haqqini to'liq ravishda ado qilish. Agar Allohning rahmatiga erishmaydigan bo'lsa, erining haqqiga sal qarash yoki qari bo'lmaslik. Bu hadisdan shu chiqdi qarindoshlar. Shuning uchun mushu ayollarning mas'uliyatini biz qisqacha tunishtiramiz bir necha nuqtada. Shu mas'uliyat qatorida eng muhim sanaladigan birinchi mas'uliyat bo'lsa, ayollar erlariga to'g'ri bo'lgan ishda cho'qim itoat qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo mana ayollarimizni mushunga buyurdi. Hamda ayollar deyish kerak, bizmi o'xshash, erlarga o'xshash Allohning bandasi bo'lsak, bu er ayol barobar deydi ekan, nima deb ayol erga itoat qilish kerak deyish mumkin. Qarindoshlarim, biz mushu atrofimizdagi bu saltanatlik olamga, dunyoga nazar solaylik. Bu olam qaraydigan bo'lsak, bu olam haqida tafakkur qilsak, ahlimiz hayron hasti qoladi. Tuman minglagan yulduzlar sistemasi, galaksiyalar. Har bir yulduz sistemasida milyonlagan yulduzlar. Biz yashayotgan yer shari mushu biz biladigan olamiga nisbatan bir yenglining uchichilik kelmaydi qarindoshlar. Her bir yulduz sistemasi orliqidagi bo'shliqlarning qanchalik bo'shliq ekanligini
adamning xiyol qilishi metas. Mushu bepoyon osmon, bepoyon zamin, millionlog'an koinot nima uchun yaratildi desa, Qur'oni Karim bunga javob berib, "Huvallazi sakhkhara lakum ma fis samawati va ma fil ardi jami'a." Yani Allah subhanahu va taala bo'lsa, osmondagi, zimindagi butun koinotni inson uchun musaxxar qildi, ya'ni mush insoniyat uchun yaratdi deydi. Allah subhanahu va taala butun koinotni biz uchun yaratibdi. Undaqda buning bedeliga bizdan nemin talab qiladi? Masalan, bir davlatda bir boshliqqa jiq maosh versa, bu boshliqning mas'uliyatininki yuksak, mas'uliyatining ig'ir ekanligini bildiradi. Masalan, bir shirkat ishlasak, shirkatda xizmatchilarning maoshi o'xshashmaydi. Maoshini jiq olganning mas'uliyati ig'ir bo'ldi. Buni hammamiz bilamiz. Biz o'zimiz qarab boqaylik, muskul, yurak, o'pka, mush a'zolar, biz yashag'dak bir ekologik muhit, osmon, zamin, tog', daryolar hammasi biz uchun xizmat qildi ekan. Undaqda buning badaniga Alloh bizdan nima talab qilgan? Birlamaslar, Allohga bo'ysunish, Allohga itoat qilish. Shu Alloh subhanahu va taologa itoat qilsak, dunyo oxiratda baxtli bo'lamiz. Mush Allohga itoat qilganning jumlasidan ayollarimiz erlariga to'g'ri bo'lgan ishda itoat qilish kerak. Itoat qilsa, ondan keyin bu oila baxt, saodatga to'lgan oila bo'ladi. Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda nima uchun ayollarning erlarga itoat qilish sababini bayon qilib, bima faddalallohu ba'duhum ala ba'd dedi. Allah subhanahu va taolaning erni o'zgich bir alaylik igi qilib, ayollarni o'zgich bir alohida igi qilib yaratganligidan deydi. Erlarning o'zgich alohidligi shu erlarning oilda mas'ul bo'lib, shu oilni baxtli oil qilib chiqish mas'ulligini ustiga oladi. Erlarning yorilishida mush alohidlik bor deydi. Oila bir paraxutga o'xshaydi. Oila bir aeroplanga o'xshaydi. Oila biz haydayotgan bir mashina desak, shu paraxutning dengizda g'arq bo'lib ketmasligi, aeroplanning havodan tushib ketmasligi, mashinaning so'qilib ketmasligi uchun bu ayol bilan birlashib, mas'ul bo'lib, boshqa oila a'zolarini yetaklab, shu oilani xotirjam quruqlikqa yetkazish majburiyatini ustiga olgan. Shuning uchun ayol kishi bu eriga cho'qim bo'ysunish kerak. Normal ahvolda qarindoshlar, bir davlatning raisi bo'ldi, fuqarolar bo'ysunish kerak. Shirkatda mudir bo'ladi, xizmatchilar bo'ysunish kerak. Maktablarda o'qituvchilar bo'ladi, o'quvchilar ustoziga bo'ysunish kerak. Endi bu yerda bo'ysunganlik ayollarni erlarga bo'ysuninglar deganlik ayollarni to'van ko'rganlikmi desak, undaq emas qarindoshlar. Masalan, men bir doktor bo'lsam, eng katta o'lima mashoyix yoki cho'ng amaldosim birsi ishxonamga kelib, kesilni ko'rsatgil kelsa, kiyimizni siling desak saladi, o'tiring desak o'tirdi, qo'ping desak qo'pidi, yeting desak yotidi. Doktorga itoat qilamdi, qilmamdi, qiladi. Itoat qilganligi shuningki qadrining tushganligimi undaq emas qarindoshlarimiz. Shuning bu masalani yaxshi tushunish kerak. Oilani baxt, saodatga erishtirish uchun cho'qim oila a'zolari bir odamga bo'ysunish kerak. U odam bo'lsa-mu dada va er. Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda bu eriga itoat qilgan ayolning ajrining kattaligini bayon qilib, "Iza sallatil mar'atu khamsaha va hassanat farjaha va ata'at zawjaha dakhalat min ay abwabil janna sha'at" deydi. Ayol kishi 5 vaqt namozni o'qisa, o'zini zinoyi haromdan saqlasa,
iriga itoat qilsa, jannatning xoligan eshigidan kiradi deydi qarindoshlar. Demak, erga itoat qilganlik Allah subhanahu va taolo qilingan eng cho'ng ibodatlardan biri. Shuning ota-onalarmi, mush qizning ota-onasi qizlarga bu hukmni tushundirish va oiladimi onalarimiz, dadilalarimizga itoat qilish orqali singillarimizga, ochilarimizga bu tushunchani tushundirish, bu hukmni bildirish va oila a'zolari mush och singillarimizni yo'ldishidan ruxsatsiz bir akitadigan yoki voy yo'ldishing kagich ketib bo'lamiz yoki voy deb bo'pti men dadam bo'lgankin onam bo'lgankin menga demay ay yo'ldishidan so'rab qizlarimizga bolalarimizga mush yo'ldishga itoat qilishni o'rgatish qarindoshlar. Chunki bu bir oila bir muassasaga o'xshaydi. Chuqum bir boshliqqa bo'ysunmasa bu shirkat, bu oila vayron bo'ladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning hadisida bundaq bir vaqalik bayon qilingan. Husayn ibn Mihsan radhiyallohu anhu shundaq deydi: "Mening hammam Rasulullohning qishiga bir ish uchun keldi" deydi. Keyin Rasululloh so'radi. Ish tugandan keyin so'rabda, "Siz eringiz bilan qandaroq? Ya'ni eringizga itoat, sizning eringiz bormi?" degan, "Ha, mening erim bor" dedim deydi. "Kayfa anti min zawjik?" Siz eringiz bilan qandaroq o'tsiz, ya'ni eringizga itoat qilamsiz deganda, o ayol dedi, "Men qo'limdan kelsa itoat qilaman. Qo'limdan kelgan ishda erimga qat'iy osi bo'lmayman" debdi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam, "Zawjiki jannatuki va naruki." Siz maishqa samimiy qarang, maishqa diqqat qiling. Ay yo'ldishingiz sizning yo jannatingiz yo eringiz degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Yana kelib qarindoshlar, bizning dinimiz ayollarni erlarga itoat qilsin degan vaqtda qarg'ularchan bo'zgasimi, adolatsizlik qilsin itoat qilsin degan gap yo'q. To'g'ri bo'lgan ishda itoat qilish kerak. Qur'on hadisga uyg'un bo'lsa, chuqum ayol kishi erga itoat qilish kerak. Her bir och singillarimiz mana bu diniy hukm, bu Allohning buyrug'ini qallidan chiqarib o'tmaslik kerak. Chunki oilada bir shaxsga itoat qilmasak, hammamiz bilamiz, bu oila chuqum chatoq chiqadi. Bu normal bir ish. O'quvchi ustoziga bo'ysundi. Xizmatchi boshliqqa bo'ysundi. Men sizlarga bir misolni so'zlay. Agar bir ayol kishi bir shirkat ishlasa, shu shirkatdan maosh olsa, xo'jayini nima desa, shuni ma'quldab qilamdi, o'qimamdi. Aqlli singlim, ay sizga maosh bergan mudir sizni eringizdan katta ulug'mi? Va mening boshlig'im xapolab qoladi. Boshlig'im degan gapni deb shunda itoatmalik bilan boshliq ishini qildigan gap. Jannatimiz, do'zaximiz bo'lgan erga itoat qilsak bo'lmamda? Şirketning mudiri cho'ngmi, erimiz cho'ngmi? Bu sizni yaxshi ko'rib oldi, sizni tanlab oldi. Bu hamma narsani siz uchun bera oladi. Unda bo'lgan ekan, siz bu erga chuqum itoat qilishingiz kerak. Ayolning ikkinchi mas'uliyati bo'lsa, ayol kishi eriga sadoqatman bo'lish. Mana bu ayolninki ikkinchi majburiyati. Musulmon solih ayol chuqum sadoqatman bo'lish kerak. Endi qandaq vaqtda ayol kishi eriga sadoqatman bo'ldi desa, birinchisi erining maxfiyatligini saqlash. Ikkinchisi uyiga, bolaga obdan qarash. Uchinchisi erining mol-mulkini asrash. To'rtinchisi erining shon-sharafini asrash. Biz birdan kelaylik. Birinchisi erining maxfiyatligini saqlash degan vaqtda bu ikki xil bo'ldi. Birinchisi mush ayol o'ttirsidagi xos ishlarni boshqalarga deb jumaslik qarindoshlar. Bu bak cho'ng gunoh. O ayol kishi voy u bo'ldi, mening erim undoq, uning badani undoq, chiroyi unda, bu quruq qiliqi.
uyda xos bo'ladigan ishlarni deb yursak bo'lmaydi. Rasululloh bir kunsa sahobalardan "Sizning aranglarda shundoq ayol o'tirsizki, bo'ladigan ishlarni deydiganlar bormi? Jim o'tiribdi. Ikkinchi qatam debdi, bormi? Jim o'tiribdi. Uchinchi qatam mushlar deydiganlar bormi?" debdi bir ayol sahoba qo'pib. "Ya Rasululloh, buni hammamiz deymiz. Erlarmi deydi, ayollarmi deydi buni deyishdigan gap" debdi. Payg'ambar sollallohu buning misoli bir erkek shayton bilan bir kishi shayton yo'lning o'ttirsida xalq olam o'tkitib olsa, zina qilayotgan mushtaq shaytonga o'xshaydi. Mushundoq odamlar degan qarindoshlar. Hadis sharifda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam "Iza haddasa ar-rajul li akhihi thumma iltafat" bir musulmon yana bir musulmonga gap qilib, shunda ikki tarafga qaragan bo'lsa, bu qilingan gap omonat bo'ldi bir musulmonga, boshqalarga deb yursa bo'lmaydi deydi qarindoshlar. Omonat xiyonat qilish munofiqning sifati. Shuning uchun xos ishlarni demaslik. Ikkinchi sir bo'lsa, masalan, erninki iqtisod ahvol deymiz yoki erning ba'zi ayiblari bo'ldi qarindoshlar. Buning ayol kishiniki, buni onasiga, singillariga, og'in do'stlarga deyishki bo'lmaydi bu sir. Nima uchun? Takamul, mukammallik Allohga xos. İnsan bo'lgandan keyin cho'qim bu insonda ayib nuqson bo'ladi. Biz qandoq qanchada baxtlik oila qura olamiz desak, shu ayib nuqsonni qabul qanchada normal ahvolga degan vaqtda ozgina baxtli bo'la olamiz. Bu qalbimizda endi qo'ysin. Cho'qim bir erlarda, ayollarda ortiqchilik bo'ladi. Biz mush ortiqchilikni deplam o'tmaymiz, balki shuning kamchiligim bor. Bu kamchiligini men qabul qilma demaysak, voy kamchiligi vaqtida uni butun xalq olamga yeyib, dadimizga, onamizga, bolalarimizga meni erim andaqda deb yursak, bu oila vayron bo'ladi. Ham buni deyish shariatda to'g'ri emas qarindoshlar. Bu sir, bu bir maxfiyatlik. Masalan, bir materialni ko'rib qoldim. Bir ayol bir er bilan to'y qildi. Bu ayol taxminan 15-20 yil tug'mabdi. Shu jarayonda qinonlardan, qinsinglardan nurg'un eg'ir jirik gaplarni anglabdi. Hatto voy akam to'y qilsomamdi, o'g'lim yen bir xotna so'mmamdi deb shunda ishlar bo'lib, 15 yil 20 dan keyin bu eri o'lib ketib, bu ayol ikkinchi qatim to'y qilgan bir yildan keyin tug'ibdi. Shundan so'rasa, asli tug'misi er ekan. Mush ayol men erimning mushu nemisini men yushirma, erimning obrazi boshqalar tushib ketmasin deb mushunda yushuganligi bir kitobda qayd qilingan qarindoshlar. O'ylab baqalaman, mushundoq solih, mushundoq ayollarimiz bor. Shuning uchun bu sirni yushirish. Ikkinchisi, erining mol-mulkini asrash. Ya'ni sadoqat men ayol bo'lsa, chuqum erining mol-mulkini asraydi qarindoshlar. Ma dinimizda bir ayol topgan pulni eridan so'ramay sadaqat qilsa dinimizda ruxsat emas qarindoshlar. Hamda o'zining shaxsiy puli bo'lib qolsa mayli, ammo topgan pulni eridan so'ramay Alloh yo'lda kambag'alga uning buning bersa durust emas, harom deydi. Men o'ylab baqilay. Alloh yo'lda sadaqat qilsa harom bo'lgan pul har qanday bir yo'qlan ishlarga xajlangan pul nim bo'lib ketar. Sadaqat qilgan pul harom bo'lsa, buzib chashqan pul nim bo'lar bu ayol kishi qarindoshlar. Biz ota-onamizni qaraylik. Bir tal yanyo'ning yerimini to'g'rab, yerimini ep qo'yayotgan. Ballarning cho'nglarining kiyimini kichik kiydirayotgan. Maktabga borsak, cho'nglarning somkasini kichiklar esayotgan. Lekin hozircha qarindoshlar to'kilayotgan, isrof qilinayotgan mushu ishlarga ayol kishilar qiyomat kuni chuqum mas'ul bo'ladi. Ayolning majburiyati erning mol-mulkini asrash. Mayli ballar kiyim etsin, o'zi kiyim olsin, uylarga binas olsin. Chuqum buningda bir mas'uliyat tuyg'usidan qiyomat kuni Alloh meni mendan so'raydi degan hisobini birlikda ishni qilsin ayollarimiz. Bu bek muhim qarindoshlar. Ayol kishi az to'la bir mashinchilikni o'rganib olsa, voy vaqti beka, vaqti o'tkazgicha az to'la mashinchilikni o'rganib olsa, az to'la ballar uya-buyadan epeydigan narsani uyda qilishni o'rganib olsa, uy boshqarish, uy ishlarini qilishni o'rganib olsa, nurg'un iqtisod tejildi qarindoshlarimiz. Shuning uchun
mush ayol kishininki iqtisodni asrash, tijash mas'uliyati bor. Bu ayolning sadoqatman yoki sadoqatman emasligini ifodalaydigan ikkinchi nuqta. Uchinchi nuqta bo'lsa, bu ayol kishi balık obdan qarash dedi qarindoshlar. Balık obdan qarash deganimiz erlar asos jihatdan tijorat qilaman, balık boqaman, uni qilaman, buni qilaman deb sirti bo'lib qoldi. Ayol kishi balığa uyda ega bo'lish kerak. Balninki sog'lomligi, balning ta'lim tarbiyasi, balning bexatarligi qatorliq mush balga ega bo'lish ham obdan qarash. O ana telefon oynab o'ltirib, ana televizordan oldidan qopmay, shundaq uydan chiqsa, do'stlarning qishig'i chiqib, ballar qaramaydigan bunda qish bo'lmaslik kerak. Mush uyda yo'q chaqda pul topaman, oila boqaman deb sirq chiqatga vaqtida mush mush bala ayolga qilingan omonat qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo bu singlimizdan bu hadimizdan bunu chuqum so'raydi. Buni mening ayollik majburiyatim, baxtlik oila bo'lish uchun men bu majburiyatni ado qilay deyish kerak. Va mush ballarni asrash, ballarni yaxshi qarash, ballarning ta'lim tarbiyasi, kiyimi, sog'lomligi, bexatarligi, mush haqda bilim elish, o'zida bir onalik salohiyati yetildirish onaning mas'uliyati va onaninki eri bo'lgan sadoqatni ifodalaydigan nuqtasi mush shu qarindoshlar. Ayolning sadoqatmanligini ifodalaydigan yana bir nuqta bo'lsa, erning shon sharpini saqlab qolishidir. Qanday saqlab qolarlar? Ayollarimiz erining sha'niga dog' takkuzdigan ish harakatni qilmaslik. Yot erlar bilan paranglashmaslik. Kishilar gumon qiladigan, eski odamlar yashaydigan o'rinlarga, ko'chalarda mangmaslik. Ashundaq nachar odam bilan agashmaslik. Uyiga yot erlarni boshlamaslik. Tilpullarda, turlarda yot erlar bilan gaplashmaslik. Mana bu erininki g'ururiga, vijdoniga, erining shon sharpiga zid keladigan ishlarni qilmaslik ayol kishining eriga bo'lgan sadoqatmanligining jumlasidandir. Yaxshi ayol, baxtlik oila quraydigan ayol chuqum eriga sadoqatman bo'ladi. Ayolning 3-chi mas'uliyati bo'lsa, erning rizosini izlash. Ayolidan rozi bo'lgan chaqda ermu chuqum ayolini rozi qilishga tirishadi. Shuning uchun ayollarning 3-chi mas'uliyati bo'lsa, erni rozi qilishga tirishish. Buningki natijasi chuqum ayolga foydali bo'ladi. Ikkil tarafga foydali. Shuningga ko'nalarning bir gapi bor. Eringizga didak bo'ling, eringiz sizga qul bo'ladi deydigan. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda shundaq deydi: "Ayyuma imra'atin matat va zawjuha anha radin dakhala al-janna." Har qandaq ayol o'lib ketgan vaqtida uningdan rozi bo'lsa, u ayol jannatga kirdi degan qarindoshlar. Mushu nayt bir aqlli, solih bir ayol boti, u ayolning ismi Umama bintil Haris ash-Shaybani deydigan. O'zining qiziga vasiyat qilib shundaq deydi. Endi men bu vasiyatni so'zlashimdagi maqsad, endi ayollar erlarini qanday rozi qildi deb qolsa, mana bu vasiyatda erlarning rozi qilishining nayt yaxshi usullarini deb bergan bu vasiyatni huzuringizga sunay. Bu ayol bu qiziq shundaq deydi: "Hey qizim, shu to'y qilgan kunisi qilgan vasiyat ekan. Qizim, sen o'zing cho'ng bo'lgan uydan, uvangdan, muhitingdan, o'zing bilmaydigan, odatlanmagan bir muhitga ketib borsan, yot bir erning uyiga ketib borsan. Sen shu uyingda eringga didak bo'lgan,
ering sana qul bo'ladi. Mana bu shundoq. Netince bu shundoq qarindoshlar. Ya'ni erimiz biz singillarimiz men uchun qul bo'lsin desak, bu qiz chuqum eriga dedak bo'lish kerak. Ayollarni Hadicha onamiz bo'lsin degan erlar o'zi Payg'ambar alayhisolamning suhbatidek suhbatlarni yetishtirish kerak. Ayollari Fatima onamiz bo'lsin degan erlar o'zi Ali radhiyallohu anhu dek bo'lish kerak. Shuning uchun bu ayol o'zining qiziga vasiyat qilib, qizim mandaq 10 ishga diqqat qil. Birinchisi nihoyatda qanoatchan bo'l. Ikkinchisi itoatman bo'l, ya'ni itoatchan bo'l. Uchinchisi nihoyatda ratlik shu, o'zingni tuzab, o'ngshashtirib shu. To'rtinchisi davomliq sen o'zing xushpuroq tur deydi. Ya'ni nihoyat xushpuroqlik bo'l. Beshinchisi eringning g'izonishiga ahamiyat ber. Oltinchisi eringning dam olishiga ahamiyat ber. Chunki erlarning qo'sig'i ichib qolsa, tarsaroq bo'lib qoldi. Vaqti dam olmasa, mijozi nihoyat chus, ishtik vaqiraydigan bo'lib qoladi. Buni hammamiz bilamiz. Yettinchisi eringning mehmoniga ko'ngil bil. Mehmon boshlab kelsa, og'illarni boshlab kelsa, buning nihoyat ko'ngil bilib, yaxshi mehmon qil. Sakkizinchisi mol-mulkini asra. Isrofxo'rlik qilma. To'qqizinchisi eringga bo'yning qattiq bo'lmasin. 10-si eringning faqat sirlarini boshqaga dema deb mana shu 10 xil tavsiyani qilib turgan qarindoshlar. Demak, ayollarimiz erlarning bir davomli roziligini izlayli desa, mana shu 10 nuqtaga diqqat qilsa, chuqum bu ayollardan erlar rozi bo'ladi. Erlar rozi bo'lganda sizning qo'lingiz bo'ldi deganlik. Endi bu erlarni mushundoq rozi qilish bir mu'min ayolning toat ibodati qarindoshlar. Agar buni qilmasak, bizning xoni Ka'baga borib ibodat qilganimiz, uxlamay namoz o'qiganimiz, yemay ro'za tutganimizning hammasi bekor. Buni mendamidim Rasululloh deydi. Bu hadis quloq solinglar. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim deydi. 3 odam bor. Bu 3 odamning o'qigan namozi 5ning ustiga bormaydi, ya'ni ko'tarilmaydi, Allohning dargohiga qabul bo'lmaydi deydi. Buning birinchisi imra'atun deydi. Batat va zawjuha alayhi sahib. Bir ayol uxlab qoldi, vaholanki eri uningdan xafa bo'lgan holatda deydi. Ya'ni erini xafa qilib bu ayol uxlasa, bu ayolning o'qigan namozi 5ning ustiga ko'tarilmaydi deydi. Demak, o eringizni rozi qilmay, eringizni xafa qilib o'qigan namozingiz, qilgan hajingiz bular qabul bo'lmaydi demoqchi qarindoshlar. Hem bir hadis sharifda bir ayol erini rozi qilmay, norozi qilib uxlab qolsa, farishtalar la'nat qildi deyilgan. Shuning uchun ayollarimiz mush oilani baxt saodatli qilish uchun erini rozi qilishga, qo'ldan kelishga, qo'ldan kelmagan Alloh talab qilmaydi. Ammo aqlni ishiltish, qo'lni chaqqon qilish va azroq bir kalla ishiltish bilan uyni mana ayollarimiz jannatga aylantira oladi. Erining ruxsatisiz uydan chiqmaslik, eri yaxshi ko'rmaydigan kishilarni uyga akirmaslik. Mana bu ayolning 4-mas'uliyati. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis sharifda la yahillu liimra'atin tu'minu billahi an ta'zana fi bayti zawjiha wa huwa karih wa la takhruju wa huwa karih degan. Yani Allah'a iman keltirgan ayolga halal bo'lmaydi, ya'ni durust bo'lmaydi. Eri yomon ko'rgan odamga uyga akirish va shu ayol kishi eri yaxshi ruxsat bermaganda uydan chiqish deydi.
Bu bek muhim masala qarindoshlar. Ya'ni ayol erlar qandaq ayollarni bek yaxshi ko'radi desa, mush oilaga ega bo'lgan, oilning huddusidan chiqqan, ballarga obdan qaragan, mush oildagi mas'uliyatni o'z ustiga olsa, er chuqum xotirjam bo'la oladi. Mayli xizmatga ketsin, tijoratga ketsin, do'kon ochsin, sirt ishlasin, va uy xotirjam bo'lsa, er oyadagi ishlarni yaxshi qila oladi. Shuning uchun bu oila baxtli bo'lish uchun ayol mush masalalarga diqqat qilish kerak. Xohlagancha uydan chiqib, er shundoq uydan chiqib xizmatga kelsa, yarim soat o'tmay uydan chiqib, er kelishdan 10 minut, 15 burun 1 soat uyga kirib olib, mundaq qilish bu yaxshi emas. Shuning uchun bizning dinimizda ayollar chuqum erdan so'rab chiqsin, bo'lmas uydan chiqmasin. Hamda mush vaqtda bir vaqalik bor. Rasulullohning davrida bir sahoba tijorat uchun bir yerga bormoqchi bo'lib qolib, ayolliq dedi, "Men kagichilik uydan chiqmang" dedi. Shuning bilan bu ayolning aks kelib, "Dadam og'rib qoldi, darhol uyga borgin" debdi. "Men erim mushunda" degan, "Sen Rasulullohdan ruxsat so'ra" deb baqqan. Rasululloh ruxsat qilsam boray dedi. Bir rivoyatda mush ayolninki dadisi o'ylab ketgan deydi. Hem bir rivoyatda Rasululloh nima degan desa, mushundaq eriga itoat qilib uydan chiqmasligi shu dadisini yo'qligidan afzal degan bir rivoyat bor. Hem bir rivoyatda mush ayolning eriga itoat qilib uydan chiqmay dadisini yo'qlab bormasligi ash dadisi o'ylab dadisining gunohining afu bo'lishiga, ya'ni Allohning gunohini mag'firat qilishiga sabab bo'lgan degan menda rivoyat bor. To'g'ri, bunda deganligimizdan ayollar o'zining tuqqanlarini yo'qlamasin, dadisini qashiga bormasin deganlik chiqmaydi qarindoshlar. Lekin iznisiz chiqmasin degan gap. Ammo er bir ayol kishi dadamni ko'raman, tuqqanlarimni ko'raman desa, chuqum ruxsat berish kerak. Biz inshaalloh buni dars jarayonida bayon qilamiz. Ammo ayol kishi chuqum chiqadigan chaqda erining ruxsati bilan chiqish kerak demakchi. Bu shariatimizning ko'rsatmasi shu. Hamda sirq chiqishda masalan chiqiblam do'kondan azbaz saypay akilish, azbaz ehtiyojli narsani akilishmi ayol kishiga cheklanmaydi. Lekin umumiy jihatdan mush uydan chiqadigan vaqtida erning ruxsati bilan chiqish, uyga er yomon ko'radigan kishilardan boshlamaslik mana bu ayolning oiladagi 4-mas'uliyati. Demak qarindoshlarimiz, bu hammasi emas. Men buni darsni eng ixcham so'zlayman deb qisqartib so'zildim. Har holda oilani baxt saodatlik oila qilaylik degan ayollarimiz mana bu 4 mas'uliyatni chuqum yaxshi ado qilish kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.